2025-yil 30-oktyabr do'stlar. Nima uchun nok gullagan deb ko'pchilik savollar tug'iladi-da. Bu nok ko'chat avgust oylarida, sentyabr oylarida chanqatib qo'ygan. Nok chanqab qolgan sababiga bak tashlab yuborib turib, gul ochib yuborgan mana. O'sha keyingi yil mevani o'sha ochyapti. O'shuning uchun mevali ko'chatdan boqmoqchi bo'lganlar bunga hushyor bo'lamiz. Ko'chatni avgust sentyabr oyida chanqatib bo'lmaydi. Kun issiq bo'lyapti, beri havo issiq keldi. O'shuning sababiga mana ular buna bo'lib chaman bo'lib mana gullab yuborgan. Keyingi mevani qilib, keyingi yilga hosildorlik yo'q mana. Bu nok bo'ladi. Xuddi shunaqada avgust sentyabr oyi sug'orib turish kerak. Buni mana bak tashlab yuborgan, uje mana qaranglar, uje ochilib meva qilyapti. Havo issiq. Xudo xolasa mana sizlarga mana shunday bitta nima sizlarga ko'rsatib beray deb. Mana gul uje meva qilyapti uje mana. Mana 100% mana mevada. Sog' bo'linglar, mehnatlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Chaman